Bu Putinning asabiylashayotganligini ko'rsatadi. Dunyo davlatlari Rossiyani yadroviy qudrat ekanligini yaxshi biladi. Ya'ni haqiqatda kollektiv G'arb, Amerika yoki Yevropa ittifoqi Rossiyaning asosiy qudrat parametri uning iqtisodiyoti emas, uning siyosiy tizimi emas, insoniy potensiali emas, demografiyasi emas. Rossiya so'nayotgan imperiya sifatida Rossiyaning o'zini siyosatshunoslari, Kremlga yaqin bo'lgan siyosatshunoslar ham doim aytib boradi. Buni hech kim inkor qila olmaydi. Mana shu fonda, demak, Rossiyada yadroviy salohiyat borligini butun dunyo bilsa, nima uchun Putin yana Areshtingni mana oradan 1 yil 3 oy o'tib otyapti? Bu Putinning asabiylashayotganligini ko'rsatadi. Bir qancha omillar bo'ldiki, misol uchun o'sha Maduroning o'g'irlanishi va mana keyingi 15 yildagi asosiy global trend bu global janub yoki Rossiya siyosatchilari Lavrovning tili bilan aytganda mировое большинство, ya'ni dunyo hamjamiyatining ko'pchiligi oshib boryapti, G'arb so'nayapti, Amerika o'yindan chiqyapti degan trend keyingi paytda Rossiya tomonidan eng asosiy trend sifatida qo'llab kelindi. Lekin kutilmaganda mana shu oxirgi voqea va hodisalar, mana o'tgan yili, demak, oldingi yilning oxirida, 24-yilning oxirida Suriya yiqildi. Bashar Asad bu mintaqadagi Rossiyaning eng asosiy ittifoqchisi edi. U yerda Rossiyaning 2 ta harbiy bazasi bor edi. Mana Maduro o'g'irlandi. Mana endigi etapda demak Donald Trump yoki Amerika keyingi operatsiyalarning chizgilarini ko'rsatdi. Demak, Grenlandiyani qo'shib olish, Kubani yiqitish, Eronni yiqitish va boshqa bir katta proyektlar va mana shu fonda Moskva yoki Putinning asabiylashayotganligini tasavvur qilish qiyin. Qaysi darajada asabiylashayotganligini. Va shuning uchun hamki Rossiya signal beryapti. Biz hozir bo'sh Areshtikovni sizlarga otamiz, sizlar tomonga qarab, o'sha NATOning chegarasi, Yevropa ittifoqining chegarasiga. Agarki vaziyat taqozo qiladigan bo'lsa, keyingi safar buning ichiga yadroviy kalla joylaymiz degan signal xolos.